Jasmin meni homilador holimda nimalar demadi. Oilam haqida videolar chiqardi. Men haqimda ham mish-mishlar tarqatib, menga qarshi turli provokatsiyalar tashkil qildi. Men muhabbatni tanlayman. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda menga nisbatan haqoratli so'zlar, tahdidlar tarqalib bormoqda. Go'yoki men LGBT va shunga o'xshash turli yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlayotgan emishman. Bu albatta meni xavotirga solyapti. Shu vaqtga qadar men bunday yo'nalishlarni targ'ib qilmaganman va qo'llab-quvvatlamayman. Men uni kechirganman va hammani kechirimli bo'lishga chaqirganman va chaqiraman. Kechirimli bo'linglar, do'stlarim. Men doim odamgarchilikni saqlab qolish haqida aytaman. Ko'p guvoh bo'lyapmiz, jamiyatda shunday yo'nalishlarga yoshlarimizni qiziqishini battar orttiryapti. Yarani ustini yopganimiz bilan u tuzalib qolmaydi, do'stlar. Uni kelib chiqishini topish kerak, davolash kerak. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarishimiz haqida deb o'ylagan edim. Siz hozir menga tahdid qilganingiz bilan, bolamdan qaytishi haqida haqoratlarni yuborganingiz bilan men indamay ham qo'yarman. Lekin biz musulmonmiz. Dinimiz muhabbatni targ'ib qiladi. Kimnidir ortidan g'iybat gunohligini mendan yaxshi bilasiz. Faqat shu haqida yozasiz o'zi. Bilasiz, lekin aytolmayman bu narsani. Muhabbatingizni avval o'zingizga ko'rsating aka. O'zingiz bilan kelishing. Siz nimani tanlayapsiz? Nimani targ'ib qilyapsiz? Dinimizni hurmat qilgan holda mavzuga chek qo'ymoqchiman. Har biringiz o'z hayotingizga o'zingiz javobgarsiz. Savol-javob vaqtida ham har bir yozgan va gapirganimiz bo'yicha so'ralamiz. Men nima haqida gapirganimni yaxshi bilaman. Iltimos, menga turli targ'ibotdagi videolarni yuborib, g'iybatga sherik bo'lmang, do'stlar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Siz uchun ijod davom ettiraman, aziz muxlisim. E'tibor bermayman va javob bermayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir marta men muhabbat tarafdoriman. Rahmat. Opa Jasmin qamaldimi? Birinchidan qamalmagan. Hozirgi kunda prosta yopib qo'yishgan. Opa Jasmin chiqadimi? Xudo xolasa chiqadi. Endi men fol olmayman, xudo emasman. Alloh biladi faqat. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Lekin bizga mana advokat shunaqa deyapti. Endi chiqadi deyishyapti. Lekin biz Toshkentda o'tirib, O'zbekistonda o'tirib nima qilamiz? Hech narsa qilolmaymiz. Chunki qonun qoida hamma yoqda bor. Chunki hozir ular hammasini surishtiruv jarayoni bo'lyapti. Keyin menimcha sud bo'ladi, keyin hukm o'qiladi. Menimcha bilmayman. Вот. Mushkul oson bo'lsin. Jasmin nimaga qamaldi o'zi, do'stlar? Mana Alloh guvoh, bilmayman. Nimaga shunaqa bo'lib qoldi? To'satdan bo'lib qoldi bu narsa. Achinarli narsa. Bir ukajonimizni hozir Istanbulga jo'natdik. Surishtirish uchun nima bo'lgan ekan, qanaqa bo'lgan ekan, yordam kerak bo'lsa yordam berdik. Endi kutib o'tiramiz, duo qilamiz albatta. Qanaqa qilib hech qanaqa pulga ham chiqa olmaysizlar, to'g'risi. O'tda o'zini qonuni bor. Men hech kimni tanimayman Turkiyada. Dubayda taniyman, chunki Dubayda xo'jayinim, kompaniyalari bor, ko'pchilik o'tda bor, o'rtoqlarimiz bor, yaqinlarimiz bor. Istanbulda menda hech kimim yo'q. Siz oilangiz o'zi zoti toza oilasizda, o'shancha yoshligingizdan ko'rgansiz. Albatta yoshligimizdan ko'rganmiz, lekin ota-onamga katta rahmat demoqchiman. Meni 17 yoshimda pulsiz qoldirib ketishganda, Londonda pulsiz qolib ketganman 17 yoshimda. Tasavvur qilinglar. Butun hayotim boy oilada katta bo'lganman, hamma narsa bo'lganman-da. 17 yoshimda bo'ldi deyishgan. Boshqa pul bermaymiz senga deyishgan. Xohlaganingni qil, bilganingni qil deyishgan. O'shanda rosa qiyin vaziyatga tushib qolganman. Pulim yo'q, ovqat yegim keladi, ovqatga pul yo'q. Короче, rosa qiynalganman. Esimdan hech qachon bu kunlar chiqib ketmaydi. Lekin hozir rahmat deyman, chunki o'sha payt shunaqa vaziyatda qolmaganimda men ko'p narsaga erisha olmasdim. Hammaga assalomu alaykum, xayrli tong do'stlar. Bizda esa ertalabdan har xil Это что, няня? Что вы сделали с моей сыночкой? Это пеленочка. Это для чего? Потому что описался. Сама мокро было. А зачем ты? Подожди, сыночка, я должна это всем показать. Это что? Bolalarim shunaqa salomlashadi demamda. Uydan chiqsam, hammaga salom bersam, bilamanga. Assalomu alaykum. Davron nima u assalomu alaykum desam, salom bermayman dedim. Assalomu alaykum degan so'z yo'q dedim. Assalomu alaykum deyish kerak. Musulmonsan dedim. Короче, urush berdim. Yuzini qaraydi. Maktabga keldim.
Maktabga kelishadi-ku. Maktabda qanaqa salomlashadi? Rahmat deyishadi. Ha? Davay. Assalomu Alaykum. besh. Hammaga xayrli tong. Barchangizga Alloh kayfiyat tilmoqchiman. А ты лично знаешь? Men sizlarni sevaman. Mana kimni ko'rib qoldi? Munisa Rizayevna Dubayga App Store yurib. Xo'jayinimdan ushib qoldim. Ushib chiqib ketdim, syomkaga ketdim. Syomkada bir mahal o'tiribman, kirib kelyaptilar. Kechir mani deb. Mana bu chiroyli gullar bilan chiroyligini qaranglar. Shunaqa bo'lish kerak. Ayolingizni seving, o'z ayolingizni hurmat qiling va qadrlang. Baraka topkurlar bo'ldi. Qanchagacha sabr qilish mumkin? Vot qanchagacha sabr qilish mumkin? Sukut alomati rizo deylar. Hop dedim, indamadim. Bonipa siz qanaqa bunaqa ish qilishingiz mumkin deylar. Hop dedim, indamadim. Qo'y, nima keragi bor? Mana shunaqa detskiy narsalarga ishonadigan odamlar ham bormikan dedim. Umuman Instagramga, storiesga hech narsa demadim, gapirmadim. Qanaqa qilib sun'iy intellekt bilan mani o'xshatishinglar mumkin? Eyligi ko'rinib turibdi-ku, может, хватит уже. Mashina olib kesib tarqatinglar. O'sha haromi, sut emgan haromlar. Mana shuni olib tarqatinglar. Mana aqllaring yetsa shuni olib tarqatinglar.